Hurmatli futbolsevar muxlislari, futbolchilari, bugungi Avlo bobomizni xotirlab, mana nevaralari bitta turnir o'tkazuvdi. Turnirimiz juda zo'r, chiroyli o'tdi. Hozir yutuqlarni olasizlar. Birinchi yutuq, 3-o'rinnikini bering. Maktab o'quvchilari. Yo'q, 3-o'rin. Kim oldi? Mana Obod bering. Ana qarsak chalib 3-o'rin taqdirlab qo'yamiz. Yutug'ini bering. Yutug'ini bering. 3-o'rin. Pul mukofotlari. Yozilganmi? Yashang. Adashmaylik. Pul mukofotlari. Adashgan bo'lmasa bo'ldi. Ikkinchi o'rin. Endi ikkinchi o'rin. Sen ikkinchi o'rin. Bering. Mana videoga Tabriklaymiz. tabriklaymiz. Nasib bo'lsa bundan keyin nevaralaringizdan o'g'illaringizdan futbolchi bo'lsin. Birinchi o'rin chiqsin bu yoqqa o'yinchilari. O'yinchilar. Kelingizlar. Tenglaqani bitta. Birinchi o'rin. Endi birinchi o'rinni berishdan oldin hop o'quvchilardan kelsin, o'quvchilar ham kelsin bu yoqqa. O'quvchilar o'zlari. Bu yerga turing, birinchi o'quvchilar, uzviyarak o'quvchilarni o'ting. Bu ikki tomonda ham o'ynagan. Qani ko'bik olib kelgan ekan mana. O'quvchilarga mana shu ko'chma ko'bik. Yana kelib o'ynaganda nasib bo'lsa agar u maktab bo'lsa, u maktabga beramiz. Xotira turnirining ko'biga. Qarsakchalik. Mana Asliboy, olmishta qoldi. Bitta ko'taringlar qani, ha. Bering, bunaqa ham bering. O'quvchilarnikimi? Pul yutug'ini ham oling. Endi birinchi o'rin sohiblarini taqdirlaymiz. Medallarimiz bilan keling. Shapkani oling. Yaltillab. Tabriklaymiz. Nasibimizda katta futbolistlar bo'lsa o'g'illari. Tabriklaymiz. Mana birinchi o'ringa. Tabriklaymiz. 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 Sardor. Va bo'yingizdagi tabriklaymiz. Qarsakchalik yana bitta. Yutug'ini bering, yutug'ini. Yutug'ini bering. Tabriklaymiz. Omon bo'linglar. Endi bu bitta. Hadi qo'yinglar bir. Bitta duo berasiz. Ha, bunday Jan. Avlakamning xotirasiga shunday ajoyib kunlar qilgani uchun shuni uyushtirgan Sanoqulboydo'g'li Ilhom nevaramga katta rahmat. Mana shu 64-son maktabida shu stadionda foydalanib, mana shu kishilar shuncha xizmat qilganlari uchun katta rahmat. Mana Alloh taolo yo'lga qirgan akamning ham ruhlari shod bo'lsin, iymonlari hujumda bo'lsin. Yatgan joy jannati bo'lsin. Mana shu nevaralarimda, bolalarimda tarbiyalab voyaga yetkazgan domlalarga katta rahmat, ota-onalarga katta rahmat. Shu darajaga yetibdi, kelajakda nasib bo'lsa viloyatda, tumanda ya boshqa bir musobaqalarda birinchi olib, shu Sog'lig'ar mahallasini ko'kka ko'tarib yuzlari oydin bo'lsin. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, niyatlariga erishib yuzlaringiz oydin bo'lsin. Uyushtirgan shuni ataliq qilganlar uchun mana domlarimizga ham katta rahmat. Nimaki ishlaringiz bo'lsa, sog'lik, salomatlik, doim yuzlaringiz oydin bo'lsin, osoyishtalik, tinchlik bo'lsin, to'yxona bo'lsin. Alloh akbar. Yana bitta tabriklab qolamiz. Ertangi Futbolchilar hisobida. futbolchilarga bitta duo bering. Ha bu ana hammalar. Ana. Doim yuzlaringiz oydin bo'lib, ishingiz Faqat nevara chevara bolalaringizni ham shunday tartib irgatib yuzlaringiz oydin bo'lsin. Allohu akbar. Bu buni ham o'qitasizmi? Qariyalarning o'yini bor. Ertaga ham kelingizlar. Ertaga ham katta o'yin bo'ladi.